Bu sizni otingiz nima? Jamshid. Jamshid. Jannatga kalit. Qo'qondami sizniki? Qo'qonda. Qo'qonda qayerdansiz? Shaharda o'zidan. Shahardanmi? Men qo'qonliklarni qo'lidan tanirdim. Sabab qo'qonliklar ajoyib odamlar bo'ladi. Bizni masjidga ko'p kirishadi ular. O kirib ko'rishardi-da, ne qo'qonlikmisizlar? Qayerdan bilasiz? Qoratoq qo'llaringdan bilaman dedi. O'ylab qayerga borsa hurmatdadir qo'qonlik. Bir so'z bilan bilingay hikmatdadir qo'qonlik. Bor budini sarf etib mehmon uchun tikarjon, yer kurrasida tanho ibratdadir qo'qonlik. Dunyoni xohlagan joyga boring choy ichamiz deydi. Qo'qonga borsa choy yeymiz deydi. Qaysinisi qimmat? Sog' bo'ling. Ha, kavob qimmat. Bizni Nodirbekni ham taniysizmi? Ha, akam bo'ladilar. Bu tez-tez ko'rib turasizmi? Gaplashib turaman. Mendan salom yetkazing. U o'g'li Muhammadiy katta bo'lgan. Qori katta bo'lgan. Voy o'rgilay. Voy Nodirbek, qani? Tanijonim, omonmi, ukajonim, sog' salomat, qizlarim hamma salomat yuribdimi? Muhammadiy ham katta qori yetib qolgandirlar. Mana bu yerda bu ukam Qo'qonlik Umarxon avla bu Shahzoda Jamshidbekni ko'rib qolib, bu kishi bayon qildi. Keling bir aylanib. Nihoyatda siz ham hadavoy, men ham hadavoy bo'lib ketdim-ku. Sal pastga tushaveraylik. Alloh.